Yomon xabarlar burgut qanotida keladi. Yaxshi xabarlar esa toshbaqa oyoqlarida. Qalb xuddiki ichida biror narsa qaynab turgan qozonga o'xshaydi. Tillar esa uning cho'mchidir. Kishi so'zlayotganda tillar uning ichidagi narsani olib chiqadi. Ya'ni dilning ta'mini bayon qiladi. Agarda siz tuzgan rejangiz ish bermayaptimi? Unda rejani darhol o'zgartiring. Ammo maqsadni o'zgartirmang. Agar baxtli yashashni istasangiz, baxtingizni maqsadlaringizga bog'lang. Odamlarga yoki narsalarga emas. Agar biror ishni boshlashga qo'rqsangiz, bu ishni albatta bajarib ko'ring. Ba'zan g'alaba qozonasiz, ba'zan esa saboq chiqarasiz.